Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Bugun biz sizlar bilan Yalla Driver ilovasida shaharlararo taksi ilovasini qanday qilib ishlatishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi o'rinda faol rejimga o'tamiz. Mana bu yerda foizlik degan tarif plani bor. Tarif planini sotib olishimiz kerak. Ustiga bosamiz va sotib olish degan joyi bor. Mana shu joyni ustiga bosamiz. Tarifni bilan sotib oldik. Endi mana bu yerda takliflar degan joy bor va yangi degan joy bor va joriy degan joylar bor. Endi bular qanday ishlaydi? Birinchi o'rinda biz o'rtada buyurtmalar ko'rishimiz uchun yangi degan joyga o'tib, mana bu yerda buyurtmalarni ko'rib olamiz. Buyurtmalar hop, soatimiz ertaga deyapti. Soat 18:00 dan 20:00 gacha bitta buyurtmamiz bor ekan va bugun soat 14:00 dan 16:00 gacha degan buyurtmamiz bor ekan. Mana bu yerda bugun degan joy bor va mana bu yerda ko'rsangiz sanasi 27, bugun 26 bo'lsa ertagalikka to'g'ri keladi bu. Hop, biz qaysi vaqtga ochishimiz kerak bo'ladi? Misol uchun biz ertaga 18:00 dan 20:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'idagi taklif ochishimiz kerak. Hop, takliflarga o'tamiz va taklif ochish degan joyni ustiga bosib, qayerdan qayerga? Farg'onadan qayerga? Toshkentga. Hop, endi vaqtni tanlang deyapti. Ertagalikka soat 18:00 dan 20:00 gacha vaqt oralig'ini tanlaymiz. Misol uchun bizda hamma yo'g'imiz bo'sh. Taklif ochishni ustiga bosamiz. Bosganimizda taklif ochildi. Ya'ni biz ertaga soat mana shu vaqt oralig'ida chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Hop, endi biz yangi degan joyga o'tamiz va mana bu tez degan buyurtmani ustiga bosamiz. Bosganimizda buyurtmani qabul qilamiz. Yallada yangi buyurtma. Hop, buyurtmani qabul qilganimizda mana bu yerda qo'ng'iroq degan joy chiqadi. Mijozga qo'ng'iroq qilish. Mijozga qo'ng'iroq qildik, gaplashib bo'ldik. Gaplashib bo'lganimizdan keyin ya'ni o'sha adminlar, o'sha operatorlar sizni o'sha mijoz bilan gaplashganingizni bilish uchun joydani bosib qo'yishingiz kerak. Joydani bosib qo'ydingiz, ya'ni siz mijoz bilan gaplashib bo'ldingiz. Endi yana orqaga qaytamizda va takliflarga o'tib olamiz. Endi mana shu yerda tursangiz ham bo'laveradi. O'sha siz bitta buyurtmani olib bo'ldingiz. Olgan buyurtmangiz mana bu joriyga o'tadi. Shu joriy olingan buyurtmalar joyida turadi. Endi yana bitta buyurtma tushishini kutamiz. U buyurtma qanday tushadi? Hozir sizga ko'rsatib o'taman. Yallada yangi buyurtma. Endi bizga buyurtma kelib tushyapti. Primoy mana shu vaqt oralig'idagi buyurtma 40 sekund vaqt beriladi. 40 sekund ichida olib olishingiz kerak bo'ladi. 40 sekund ichida olmasangiz, zakazimiz ana yangi degan joyga tushib qoladi, o'rtaga tushadi. Xo'p, qabul qilamiz. Bu yerda ham mana shu qo'ng'iroq degan joy bor. Qo'ng'iroq yana bitta narsa, mana yerda yordam degan joy bu operator. Qanaqadir muammo bo'lsa yoki klient mijoz ketmaydigan bo'lib qolsa, yordamga aytib mijozni o'sha bekor qildirsangiz bo'ladi. Biz qo'ng'iroq qilamiz mijozga, qo'ng'iroq qilib yana ilovaga qaytib o'tdik, mijoz bilan gaplashib bo'ldik. Buni ham joyida bosib qo'ydik. Endi yana bitta joyga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Hamma buyurtmalarni ketdik qilib, yakunlash qilib, agar yakunlash qilib yorsangiz, ochilgan taklifingiz, mana bu yerda ochilgan taklifingiz yopilib ketib qoladi. Mana shu joyga e'tiborli bo'lasizlar. Qachonki buyurtmani hamma mijozlarni olib bo'lganingizdan keyin mana shu joylaringiz to'lsa, yana hozir bizda aytaylik, bitta oldi va bitta orqada odamimiz bor. Yana bitta olsak bo'ladi. Ya'ni ikkita olsak bo'lar ekan. Mana shu joylarimiz qachonki to'lgandan keyin, 100% to'lganimizdan keyin hammasini yakunlash qilib olsak bo'ladi. Ungacha yakunlash qilsak bo'lmaydi. Sababi mana bu yerda ochilgan taklifingiz, mana bu taklifingiz yopilib ketib qolishi mumkin. Ya'ni mana shu taklifingiz yo'qolib qoladi. Bu taklif yo'qolmasligi uchun mana shu mijozlarning hammasini mashinangizga o'tkazib olishingiz kerak. Endi yana bitta narsa bo'ladi. Agar siz taklifni noto'g'ri ochib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu joyga kirasiz, taklifni ustiga bosib turib, mana bu joyda udalit belgisi bor. Udalit qilib taklifingizni yopib olsangiz bo'ladi. Taklifingizni yopib, yangi vaqt qo'shib ochsangiz bo'ladi. Ungacha bu narsani ishlatmaganingiz ma'qul.
Yana bitta narsa, mana bu joyga o'tganingizdan keyin buyurtmalaringiz turibdi. Mana shu buyurtmalarda agar qarang, men hozir yopib yuboradigan bo'lsam, yakunlash qilib, hamma buyurtmalarni yakunlash qilib yopib yuboradigan bo'lsam, mana shu taklifingiz yopilib ketadi. Taklifimiz yo'q endi bizda. Endi sizga buyurtma tushmaydi shu holatda. Shuning uchun hamma mijozlarni olib bo'lganingizdan keyin yakunlash qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu joyga jicha e'tiborli bo'lsangiz bo'ldi. Qolgan narsamiz hammasi o'sha eski holatda turibdi. Bizda hozirgi yangilangan narsamiz primoy o'sha ochilgan vaqtiga qarab buyurtmalarni haydovchilarga taqsimlab beryapti hozir. O'rtada buyurtmalarni mana shu yangidan ko'rib turasizlar. Qanaqa zakaz, qachon vaqtga tushgan, qaysi vaqtga, mana shu vaqtlarga qarab turib olsangiz bo'ladi. Mana bu xo'p, Marg'ilondan Toshkentga borar ekan, bunisi Qo'shtepadan Toshkentga borar ekan. Yana bitta tomoni o'sha mana soat 2 dan 16:00 gacha deyapti, pastagisi ham 2 dan 16:00 gacha. Ya'ni bitta oldi, bitta orqa buyurtma bor degani. Yana ikkita odam bo'lsa o'sha olib ketsangiz bo'ladi. Buni ham olib bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agar vaqtingiz to'g'ri kelsa olib mijoz bilan gaplashib, o'sha joydan bosib qo'ysangiz, mana shu buyurtma sizga o'tadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.